Assalomu alaykum. Bugun obzorimizda Excalibur motobloklarimiz hammasini narx-navolari bilan xudo xolasa qo'ldan kelgancha komplektatsiyalari bilan tushuntirib o'tib ketamiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa yangi partiya motobloklarimiz kelyapti. Yangicha dizayn, yangicha brend ostida ishlab kelyapti. Xudo xolasa yo'lda. Excalibur brend ostida ishlab chiqarilgan motoblokimiz 186 LED faralar bilan jihozlangan, ko'rishingiz mumkin. Temir kapotli bo'ladi. Bu plastmassa kapot emas. Plastmassa kapotlar har doim narxlari arzon chiqadi. Temir qimmatroq yuradi. Plastmassa kapotlar, kauchuklar arzonga chiqadi akalar. Ko'rishingiz mumkin, 186 dizelimiz, rullari uzun variantda bo'ladi. Balonlari 5 ga 12 balonlar bilan jihozlangan, baklari ko'rishingiz mumkin. 4 litr benzin solyarka oladi. Excalibur brendida ishlab chiqarilgan baklarga o'yib yozib qo'ydi. Balonlarga keladigan bo'lsak, balonlari pashinipli balon bo'ladi akalar. Ikkita pashinipli bo'ladi. Bitta pashinipli emas, ikkita pashinipli bo'ladi akalar. Xo'p. Vozdux filtrlari massinli vozdux filtr bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Massinli vozdux filtrlar bilan jihozlangan. 186 FA deb yozib qo'yibdi. Akkumulyatorlari katta akkumulyator bo'ladi. Bu kichik akkumulyator emas, 36 talik katta akkumulyator. Damas, Matiz, Tico, Labologa tushadigan akkumulyator bo'ladi. Buni ham katta akkumulyatorlarning ikki xil varianti bo'ladi. Dumaloq klemmali varianti bo'ladi, 4 mush klemmali varianti bo'ladi. Ular prostoy akkumulyator bo'ladi. Ular sifatli akkumulyator bo'ladi, 36 talik. Buni endi 36 talik deb kichik akkumulyatorlar, bozorlarda arzon turadigan akkumulyatorlarni qo'yib sotishadi. Bozorlarda shu bitta akkumulyatorining o'zini narxi 500 ming so'm turadi akalar. Xo'p, 186 Excalibur balonlariga o'yib yozib qo'yibdi, baklariga o'yib yozib qo'yibdi. Endi plus korobkalargacha ham o'yib yozib qo'yibdi. Ayrim kimdir sotuvchilar yolg'on gapirib, korobkasiga o'yilsa zavodskoy bo'ladi, qolgani qo'l bola bo'ladi deb yolg'on gapirib sotadi. Biz borini aytib sotamiz. Xitoy mahsuloti, hech qanaqa germanskiy, yaponskiy motoblok emas. Xitoy o'zi ishlab chiqaradi, Xitoy o'zi sotadi bizga. Xo'p, endi skorslarga keladigan bo'lsak, ikkita skorsli bo'ladi oldi tomoniga, orqaga bitta skors bo'ladi. Mexanika korobka bo'ladi. Orqa skorslari trosli bo'ladi, temirli variantda bo'lmaydi. Vomlari bor, vomlarga bemalol rotorning kasilka, shatka, suv pompa, karcher ulab ishlatsa bo'ladi. Endi buni og'irligiga keladigan bo'lsak, общий вес og'irligi akalar 170 kilo chiqadi. Pichoqlari hamma yog'i bilan 170 kilo chiqadi akalar. Ko'rishingiz mumkin. Excalibur brendi original firma bo'ladi. Bu 2013-yildan beri kirib keladigan brend Excalibur bo'ladi. O'zbekistonga 2013 dan beri kirib keladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 8 million 150 ming so'm akalar. O'zini komplektida 32 ta pichog'i bo'ladi, 40 ta pichog'i bo'ladi. Plus 8 million 150 mingga qo'shib beradigan narsamiz bitta plug, bitta ocharlarni shu narx ichida 8 million 150 ming so'm ichida qo'shib beramiz. Sizlardan qilinadigan ish faqat videoga like bosgan bo'lishingiz kerak, kanalga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak, kommentariyada aktiv bo'lsangiz 8 million 150 ming so'mdan qilib beramiz akalar. Xo'p, bu yerda pichoqlari 40 ta pichoqli bo'ladi. O'zini brend tushirilgan bo'ladi. Excaliburda pichoqlargacha brend tushirilgan. Ko'rishingiz mumkin. O'zini brendi pichoqlarda ham hatto bor. Narxi 8 million 150 ming. 188 13 ot kuchiga ega dizel motoblokimizning narxi 8 million 300 ming so'm akalar. Shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar, bo'ldi. 8 million 300 ming so'mdan qilib beramiz. Moylari yoqib, ishlatib, tekshirilib beriladi. Bitta plug, bitta ocharlari bilan qo'shib beramiz. Plus sizlarga bonus sifatida 10 ta alohida tish ham qo'shib beramiz shu narxlarda ichida. 192 dizel motoblokimiz 15 ot kuchiga ega. Baklariga o'yib yozib qo'ydi. Akkumulyatorlari ham katta akkumulyator bo'ladi. Rullari uzun variantda bo'ladi. Vomlari bor, vomlariga bemalol karcher, rotorning kasilka ulab ishlatsa bo'ladi. Balonlari ikkita pashinipli balon bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, akalar narxi 8 million 600 ming so'm. 8 million 600 ming so'm.
Faqat shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib kelsangiz 8 million 600 ming so'mdan qilib beramiz. 192 benzin motorimiz. Bular 5 stator bo'ladi, temir kapotli bo'ladi, oddiy farali. 5 statorlarimiz oddiy fara bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak 6 million 700 ming so'm akalar. 17 ot kuchiga ega 5 stator temir kapotli farali bo'ladi. Vozdux filtrlari ham massinli vozdux filtr bo'ladi. Komplektda 40 ta pichog'i bor, o'zini kulishlari bor, plus bitta plug, bitta ocharlarni qo'shib beramiz. 192 benzin motorimiz 17 ot kuchiga ega, yangicha dizayn, yangicha ko'rinish. Baklariga o'yib yozib qo'yibdi Excalibur deb. Excalibur. Akkumulyatorlari ham katta 36 talik sifatli akkumulyatorlar bilan jihozlangan ko'rishingiz mumkin. Katta akkumulyatorlar bilan, kichik akkumulyator emas. Vozdux filtrlari ham massinli vozdux filtr bo'ladi akalar. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 7 million 200 ming so'm. Shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib kelgan bo'lsangiz 7 million 200 ming so'mdan qilib beramiz. LED faralar bilan jihozlangan. Bir korpus plug, bitta ochar, plus 10 ta tish shu narxi ichida bo'ladi akalar. O'zini brendi tushirilgan, Excalibur brendi yozilgan bo'ladi pichoqlarga. 192 5 statorlarimiz, 190 benzinlarimiz 5 statorli variantda bo'ladi. Bunimizda ham xuddi 17 ot kuchligimiz bilan bir xil bo'ladi akalar. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 7 million 100 ming so'm. Shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lsangiz 7 million 100 ming so'mdan qilib beramiz. Everest 7 ot kuchligimizdan boshlaydigan bo'lsak, dizel variantda 7 ot kuchliklarimiz kelgan, yangi partiyalar, benzin variantlarimiz ham bor. Dizel varianti 7 ot kuchlik, baklari 3 litr benzin oladi, vozdux filtrlari ham massinli vozdux filtr bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, bu galopkalarga o'yib yozib qo'yibdi, 173 deb. Korobkalargacha o'yib yozib qo'yibdi. Everest brendi ostida ishlab chiqarilgan. Ballonlari 4 ga 8 ballon bo'ladi. Qoziqlari ham katta qoziq bilan jihozlangan. Vomlari bor, vomlarga bemalol karcher ular ishlatsa bo'ladi. Skorslarga keladigan bo'lsak, ikkita skorsli bo'ladi akalar. Oldiga ikkita skors, orqaga bitta skors bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, bunimizning narxi 4 million 700 ming so'm, aksiyadagi narxi. Bunimizda esa narxi 4 million 300 ming so'm. Ko'rishingiz mumkin, ikkalovi ham bir xil, faqat farqi bu 90 gradusli bo'ladi. 90 gradusga buriladi. Turgan joyida 90 gradusga. Pashinipli variantda bo'ladi. Original pashinip, oddiy pashinip emas bu. Ikkitalik katta motobloklarga qo'yiladigan pashinip bilan jihozlangan bo'ladi. Bunimizda pashinip bo'lmaydi, ko'rishingiz mumkin, pashinip yo'q variantda bo'ladi. Shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib keladigan bo'lsangiz, o'zini 32 ta pichog'i bo'ladi, bitta plug, bitta ocharlarni qo'shib beramiz. 4 million 700 ming, 4 million 300 ming. Everest brendida ishlab chiqarilgan 170 lik 7 ot kuchiga ega motoblok bo'ladi. Baklariga o'yib yozib qo'yilgan bo'ladi. Baklari 4 litr benzin oladi. Katta vozdux filtrlar bilan jihozlangan. Gulishturlari ham katta gulishturlar bilan jihozlangan. Korobkalari ham katta korobkalar bilan jihozlangan. Narxiga keladigan bo'lsak akalar, bu Everest brendida ostida ishlab chiqarilgan 7 ot kuchligimiz narxi 4 ga 8 ballonligi 3 million 400 ming so'm. Shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib kelsangiz 4 million 300 ming so'mdan 3 million 400 ming so'mdan qilib beramiz akalar. Everest brendida ishlab chiqarilgan 7 ot kuchligimiz xuddi shu bilan birga bir variantda bo'ladi. Balloni 4 ga 10 ballon bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 3 million 500 ming so'm. Bitta plug, bitta ocharlarni shu narx ichida qo'shib beramiz. Skladimiz Toshkentda, Sobirahim, Do'mbrobodda, telefon nomerlarimiz 93 lik 136 66 66, 94 lik 140 08 08.